Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, aziz yurtdoshlar. Eng sara videolar chiqarishda davom etamiz. Xiva Uzdurdona kanalini aziz muxlislari, aziz kuzatuvchilarimiz, sizlar uchun videolar chiqarishda davom etaman. Men hozir sizlarga Posuda magazinini ko'rsatacakman. 4-magazin ekan, yangi ochildi. Bon tarafdan ochiq pavilyondan kelsangiz, ina ish yerda o'zi 4 magazin. Banlaganingizda ochiq pavilyon, banlaganingizda yopiq pavilyon tarafdan yasangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlaylaringiz necha so'm sizda? Buni yerlarim 25 ming so'm. Kelinlari 20 ming so'mdan beraman. Netlar, Xiva Uzdurdona kanalına a'zolarına, abunachalarimizga 20 ming so'm. 20 ming so'mdan beradilar. Bu layladim zo'r, lekin bir layla azizlar bilan biladi buni. Kiyimimda arzoni qo'yini 18 ming so'm, shuni salib taxili 15 mingdan beraman. Bu kastrol necha so'm? Deyiladi 150 ming so'mdan. Buni ham qaytib kelishib beraman. Bu alyuminmi? Ha, alyumin kastrol. Aha, bundilarimcha Eng kalini, yaxshisi 35 litrlik kalın nasi ichida litrlari yozilgan 250 ming so'm. Bularni ham sizlarlaringizga, abunachilaringizga qaytib kelishib beraman. yaxshi. Bu ulli layla necha so'm? Ulli alyumin layla. Alyumin yaxshisidan bor 75 ming so'm, imunda 65 ming so'm ina. 75 ming, 65 ming. Abunachilarimizga qaytib berasizlar? Qaytib kelishib beraman, oldingizdan nangizdan kelsa. Kelaverasizlar, ina ajoyib sifatli narsalar shu yerda. Ina mashinkalar hozirgi ajoyib har xilsidan bor. Ina toza chiqqan xillari, avvalgilardan ham bor ekan. Ina toza chiqqan necha so'm bular? Bularning izidan bayroqli, originali 130 da nereden satılganı, navisini nelaringiz kelsa 100 ming so'mdan atib beraman ina. 100 ming so'm. Keyin bularning bayna originali bu chistin. Bak, imunda şunu arzani bayna 85 dik ina. Keyin bularning nasida sen imunda 55 ming so'mlik kamon bor buni ina. Qadim chiqqanlaridan. Qadim chiqqandan. Bu chistin originali. Bularning mena nasana 110 atib beraman kasalani. Originali. Bu xilo necha so'm? Bu xilo 160 ming so'm. Eng yaxshisi originali bu. Anacham. Qaytib bersangiz necha yil bo'ladi? Sizni abunachilaringizga 140 atib beraman, sizning nomingizdan kelsa. Ina, rossiyskiy rachimiz ishindinglarda turadi, ina ishlab yozilib, imunding pechatlari nalari bilan turadi. 140 ga berasizlar. 160lik eng rossiyskiysini abunachilaringizga 140 atib beraman kelsalar, sizning nomingizdan. Yaxshi. Sirchali kurshkalar necha so'm? Sirchali kurshkalari mavzubida 55 ming so'mlik rossiyskiysidan bayna. 55 ming so'm bular. 50 ming so'mdan qilib beraman. Zo'r, ajoyib sifatli sirchalayna. Sifatli narsa, sirchali narsalar. Bu yerda hamma narsa bor, azizlar. Tovarlarni turi ko'p. Nima desangizlar ham ina xo'jalik uchun posudalar hammasi bor, kozalar ham bor. Kozalar neden qo'ydingiz? Kazalarim har xili. 240 ming so'm, 200 ming so'm. Sinamiz aytganlara qaytib kelishib beraman. Endi kozalaringiz necha so'm? Pullar ekan bular. Eng ulusi 240 ming so'm kattasi. Qolgan bo'yina ajoyib. Narsam bir zo'ra sifati bir narx ishlatadigan bidon ko'rsa, sizlar bunachalarni 220 mingdan atib beraman. Meva qo'yadilar, non qo'yadilar necha so'mdan? Non qo'yadilarimiz 95 ming so'm. İkkan tomonlama nassangiz bo'ladi bu vajimizda ina. Bu vajini olasidan pasaytirib, bu vajidan qo'ysangiz bo'ladi buni. Bularni sizni nomingizga aytganlari 85 ming so'mdan atib beraman bunachalarga. Bundilar necha so'm? Bundilar 33 dan edi. Bularni ham qaytib kelishib beraman. Nampaklarimiz 55 dan. Bularimiz bu originali chestin birinchi boshda chiqqanlardan 33 dan. 33 ming so'mdan. Bularni ham qaytib kelishib beraman. Paxta gullarimiz necha so'm bo'lib turibdi? Paxta gullarimiz 4,5 ming so'm, 5,5 ming so'm, 3,5 ming so'm. Bryudalarimiz bayna yaxshisi, nasi, ina 8,5 dan. Kelab kasalarimiz bayna originali chistin sifati. Necha so'mdan? 15 dan edi. Bularni ham qaytib kelishib beraman. Azanlarim bayna 6 ming dan. Bunday xillari necha so'm? Bunday xillari 18 ming so'm. 18 ming so'm. Bular ham 18 ming. Bular ham 18. Imunda arzoni bo'yida 12 ming so'm. 12 ming so'm ekan ishi azizlar. Ajoyib bir-biridan xo'shoy posudalayna. Bundilar necha so'm bo'ldi? Bundilarim 17 mingdan ekan.
15 mindən deyib verəmən gəsələyinə. 15 milyon. Həyatını vəcə. 15 milyon aboneçilarımıza. Originalı ilə 60 dollar gülü deyilədi bu. Bunun hoş rəyəkən. Chopper'ları neden koydunuz? Çöplərəm 3 litrlik, 3 litrlik kalın yaxşısı 110 daptur verdim. Katik yəni aboneçilarınıza katik gəlişib verəmən sınavınızda. Acayip Chopper'la yine. Həli gələdi kenini. İnşi götürməcəlik, nəsil siyatçalik 80 min dediniz mi? 85 min. 85 min. 2 litrlik. hı. Ki 3 litrlikin boyuna 110 mindən. Aa. Ki bunda çisti rasiskisi var 130'dan. Bunların katik gəlişib verəmən. 3 litrlik okşuydu bay. Tamam 3 litrlik. Yine Afgan kazallarım var eken. Neden koydunuz Afgan kazallar? Kazanlarım 10 litrlikim 350 minədir. Sizin aboneçilarınıza anamızda gəllərə 330 minə deyib verəmən. 330 mindən verəcəksiniz abunəçilarımıza. Tamam. Abunə olub gələ verəsizlər əzizlə. Dördüncü mövzuyla. Originalı xuddi özü. Dükkanımızda tavardım ki, həmən nərsəni abunəçilarımıza arzan etib verədilər. Gələ verəsizlər, abunə oluşunu yadınızdan çıxarmaqla. Kaşıqlar disləmi, sifətli, ən sifətli kaşıqlar iş ördəyinə. Encifir kaşıqlarımız 350 satılıb durğanlar skidkiyə düşdü. 290 min sömə deyib verəmən sınavımızdan ki aboneçilara. Keşin arzanan bayına 260'dan inə. Yaxşı, Ki bunlarım 200 mindən. 200 mindən var ekan. Sodanızı versin, işləriniz gəlişə versin. Əsə gələ verəsizlər əzizlə. Abunə olub gəlinglər.